2025-20 aprel kuni olyapmiz. Bu Food City bozori. Bu mana 3-kross. Ertadan keyin bu joylardan biza O'zbekistonning mevalari kelib sotiladigan bo'lsa, albatta pishgan meva keladi. Ertadan keyin Surxondaryoda o'rib boshlaymiz degan Azizbek ukamiz bilan gaplashdik, yuklanmaydi. Hech kim o'z boshimchalik qilmaydi. Sifatli dona-dona pishgan kalibri taytevasi bir xil mahsulot keladi. 20 kalibrmi alohida yashaydi, 24 kalibrmi alohida yashaydi, 28 kalibrmi alohida yashaydi. O'riklarimiz ham shunaqa bo'ladi, shoptollarimiz ham shunaqa bo'ladi. Xurmo, uzum, sliva hamma mahsulot endi navalin ko'tadi. Kerilsa ham tayteva bir xil bo'ladi. Lekin yashaydi orqasini ochib, omtarma qilib, ho'l yashay qiladiganlar bu yer haqqingiz yo'q ular. O'zbekistonda yashaymiz. Xudoga shukr, mana O'zbekiston fuqarosi yozib qo'ygan. Bu joylarga kelishimizga o'zimiz kelmayapmiz. Yurtdagi rahbarlar, bizni 40 million aholi shu narsani qo'llab-quvvatlaganligi uchun, xalqimizni, millatimizni obro'sini ko'tarishlik uchun sifatli mahsulot bo'lsa, O'zbekiston davlati dehqonlar, bog'bonlar pulli bo'ladi, zakatlovchilar pulli bo'ladi, brokerlar pulli bo'ladi. Undan keyin o'zimizga qo'yilgan maqsadga erishamiz. Har bir inson qilgan ishiga javob beradi. Dehqon ham, bog'bon ham, broker ham, zakatlovchi ham, yuk tayyorlab beruvchi ham, bozor ma'muriyati ham, pochta lo'li fura qo'yadiganlar ham yil javob beradi. Sifatsiz mahsulot chiqsa, albatta kontrolga olinadi. O'shalar javob beradi. Avvalo hech kim uyga Rossiya davlatidan qaytmas. Agarda mabodo shu narsalarga aniqlik kiritsangiz, sifatsiz mahsulotni aniqlasangiz, shu holat bo'ladigan bo'lsa, albatta biz qaytaramiz. Ertadan keyin bizdan xafa bo'lib yurmanglar. Biz davlatimizni, yurtimizni 40 million aholining obro'sini, davlatning sha'nini, imijini, millatning obro'sini dohilida ko'tarish uchun harakat qilyapmiz. Biz atay shu murojaatni qo'yyapmiz. Bugun 2025-yil 20-aprel. Xudo xohlasa. Shuning uchun birlashamiz, ahil bo'lamiz, dehqonlarimiz ham, bog'bonlarimiz ham, zakatlovchilar. Bu gaplar butun O'zbekistondagi dehqonlarimizga, meva sohasi, poliz ekinda yurgan barcha yaxshi insonlarga, mehnatkash xalqimiz uchun giloslaringni qimmat sotinglar, o'riklarni qimmat sotinglar, faqat sifati bilan bo'lsa. Pishganda sotinglar, xom mahsulot sotishga hech kimning haqqi yo'q va eksport qilishga ham. Atrofdan kelib oladigan o'zbek millatidan oladigan meva mahsulotlarini oladigan savdogarlarga ham shoshilmaymiz. Qirg'izistonning ovqatidan bo'ladimi, O'zbekistondan bo'ladimi? Qayerdan bo'lsa ham chiroyli mahsulot olamiz. Ertadan keyin sifatsiz mahsulotni olib, kimki qadoqlab chiqarsa, avvalo davlatning oldida 40 million aholining oldida javob beradi. Shunga qattiq turamiz. Rossiya davlati ham kontrolda olamiz, tamojilarda ham kontrol qilamiz, qabulxonalarda ham kontrol qilamiz. Kim o'z boshimchalik qilib, "Mani palonchi aka xonim palon joyda ishlaydi." Yo'q, uringiz o'tmaydi. 40 million aholining yuzini bosib o'tsiz qiling. Agar 40 million aholining yuzini bosib o'tadigan bo'lsangiz, xohlagan ishingizni qiling. Siz odamgarchilikdan chiqqan bo'lasiz. Ho'l yashikka qilsangiz, xom pishmagan, o'qlama ishlaringizni qiladigan bo'lsangiz, siz 40 million aholining yuziga oyoq qo'ygan bo'lasiz. Muhtaram prezidentimizni, muhtaram yurtboshimizni, bizni podshohimizni, bizni rahbarlarimizni, respublikadagi rahbarlar, viloyatdagi rahbarlar, tuman, rayondagi rahbarlarni oyog'iga 40 million oyoq qo'ygan bo'lasiz. Shuning uchun iltimos qilaman, atay shu murojaat qilyapman. O'zbekistondan faqat sifatli pishgan mahsulot chiqadi. Sifatsiz mahsulot hech kim haqqi yo'q chiqarishga. 100 ta furasi bo'ladimi? Bir yilda 5 ming ta fura oborot qiladimi? Qonun hamma uchun barobar. Charchamanglar, dehqonlarimizga, bog'bonlarimizga, brokerlarimizga, zakatlovchilarimizga omad tilaymiz. Bir yilda sifatli mahsulot bilan dunyoni lol qoldiramiz. Mazasi bilan, sifati bilan. Inshaalloh, Xudo xolasa.